Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani plastik karta orqali olsangiz, bu ma'lumot siz uchun shunchaki tavsiya emas, balki majburiy bilish kerak bo'lgan fakt hisoblanadi. So'nggi paytlarda kiritilgan o'zgarishlar ko'plab insonlarning pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin va bu haqda ko'pchilik hali to'liq xabardor emas. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki u sizning moliyaviy osoyishtaligingiz uchun juda muhimdir. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, toki bu muhim ma'lumot boshqa insonlarga ham yetib borsin. Muammoning mohiyati shundaki, ilgari pensiya olish jarayoni ancha sodda edi. Pensiyalar har oy plastik kartalarga o'tkazilar edi va fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra naqd pul yechib olishlari yoki kartadan naqd pulsiz to'lovlar uchun foydalanishlari mumkin edi. Asosan, pensiya kartalari bank hisob raqami bilan bog'langan bo'lib, pul bevosita shu hisobga tushgan. Kartaning faolligi yoki shaxsiy ma'lumotlarning yangilanishi masalasi ko'pincha ikkinchi darajali ahamiyatga ega edi. Ko'pchilik pensiyani yillar davomida bir xil karta orqali hech qanday muammosiz olib kelgan. Ammo endi vaziyat o'zgardi. Pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, firibgarlikning oldini olish va pensiya oluvchilarning ma'lumotlarini muntazam yangilab borish maqsadida yangi tartib joriy etildi. Bu tartibga ko'ra, pensiya kartalari egalaridan ma'lum bir muddat ichida shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash yoki kartadan faol foydalanish talab etiladi. Aks holda pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu juda jiddiy o'zgarish, chunki ko'plab keksa yoshdagi insonlar bu yangilikdan bexabar qolishi yoki uning ahamiyatini to'liq tushunmasligi mumkin. Keling, endi bu vaziyatni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar aynan bu yangilikdan xavotir olish kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, yangi qoidalar pensiya oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlari haqiqatda mavjudligini va kartadan faol foydalanilayotganligini tasdiqlashga qaratilgan. Bu bir tomondan pensiya mablag'larining noto'g'ri qo'llanilishining oldini olsa, ikkinchi tomondan pensiya oluvchilarning o'zlari uchun ba'zi noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Xavotir olish kerak bo'lganlar qatoriga quyidagilar kiradi. Birinchidan, kartasidan juda kamdan kam hollarda foydalanadigan insonlar. Masalan, 75 yoshli Otabek amakini olaylik. Uning pensiya kartasi bor, ammo u deyarli hech qachon kartani ishlatmaydi. Har oy o'g'li bankomatdan pulni yechib olib, unga beradi. Bank tizimi uchun Otabek amakining kartasi noaktiv hisoblanadi. Ya'ni kartaning egasi tomonidan bevosita hech qanday operatsiya amalga oshirilmayapti. Yangi qoidalar bo'yicha bunday uyqudagi kartalar egalaridan shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Agar Otabek amaki bunday talabni bajarmasa, uning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatiladi. Tasavvur qiling, bir oy pensiya kelmadi. Bu nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham qiyinchilik tug'diradi. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlari, pasport seriyasi, yashash manzili, telefon raqami kabi eskirgan yoki o'zgartirilgan, ammo bankka xabar berilmagan fuqarolar. Misol uchun, 68 yoshli Nazira opa yaqinda yangi pasport oldi, chunki eskisi amal qilish muddatini tugatgan edi. Ammo u bankka borib, pasport ma'lumotlarini yangilash kerakligini bilmasdi. Bank tizimida uning eski pasport ma'lumotlari qayd etilgan bo'lib, bu ma'lumotlar endi haqiqatga mos kelmaydi. Yangi tartib bo'yicha banklar ma'lumotlar bazasidagi farqni aniqlab, pensiya to'lovlarini to'xtatishi mumkin. Uchinchidan, uzoq muddatga chet elga ketgan, ammo pensiyasini O'zbekistondagi kartasiga oladigan fuqarolar. Masalan, 70 yoshli Murod aka 6 oyga nabiralarini ko'rgani Rossiyaga ketdi. Pensiya kartasini O'zbekistonda qoldirgan. Xotiniga pulni yechib olishni aytgan. Ammo yangi qoidalar bo'yicha u chet elda bo'lgani sababli bank uning pensiya to'lovlarini vaqtincha to'xtatishi mumkin. Chunki u shaxsan bankka borib ma'lumotlarni tasdiqlay olmaydi. Bu holatda hatto ishonch qog'ozi ham ba'zi hollarda kifoya qilmasligi mumkin. Chunki ayrim jarayonlar shaxsiy ishtirokni talab qiladi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kartasidan muntazam ravishda foydalanadigan insonlar. Masalan, 65 yoshli Dilfuza opa har kuni non uchun do'konga boradi va kartasi orqali to'laydi. Ba'zida bozorlik qilib naqd pul ham yechib oladi. Uning kartasi doim faol holatda. Bunday hollarda yangi qoidalar unga hech qanday ta'sir qilmaydi. Chunki uning faolligi bank tomonidan kuzatiladi va ma'lumotlari dolzarb hisoblanadi. Ikkinchidan, yaqinda bankka borib, shaxsiy ma'lumotlarni yangilagan yoki kartasining amal qilish muddatini uzaytirgan fuqarolar. Ular bir muddat xotirjam bo'lishlari mumkin. Endi esa istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik.
Istisnolar mavjud bo'lib, ular asosan jismoniy holati tufayli bankka shaxsan bora olmaydigan insonlarga tegishli. Masalan, karavotga mixlanib qolgan nogironligi bor fuqarolar yoki jismonan juda zaif, keksa yoshdagi insonlar. Bunday hollarda banklar maxsus tartibda ularning shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlash imkoniyatini yaratishi kerak. Bu uyga bank xodimini yuborish orqali yoki qonuniy vakil, masalan, ishonch qog'ozi asosida harakat qiluvchi qarindosh orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu jarayonning o'ziga xos murakkabliklari va byurokratik to'siqlari bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi banklar ushbu qoidalarni biroz boshqacha tarzda amalga oshirishi mumkin. Garchi umumiy tartib barcha uchun bir xil bo'lsa-da. Kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq jihatlar. Birinchi va eng muhimi, axborot yetishmovchiligi. Ko'plab keksa yoshdagi insonlar internetdan foydalanmaydi. Yangiliklarni kuzatmaydi va bankdan keladigan xabarlarni to'liq tushunmasligi mumkin. Bu ularni xavfli vaziyatga solib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, firibgarlar faollashishi mumkin. Ushbu yangilikni bilgan holda, ular keksa insonlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank xodimi yoki pensiya jamg'armasi vakili deb tanishtirib, pensiya kartasining to'liq raqami, PIN kodi yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Unutmang, hech qachon bank yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan telefon orqali PIN kod, CVV kod yoki kartaning to'liq raqamini so'ramaydi. Bunday qo'ng'iroqlarga ishonmang va darhol aloqani uzing. Uchinchidan, banklarda uzun navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Agar barcha pensiya oluvchilar bir vaqtning o'zida ma'lumotlarni yangilash uchun bankka yopirilsa, bu uzoq navbatlarga va keraksiz stressga olib keladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq, shoshmasdan harakat qilish muhim. To'rtinchidan, kartaning amal qilish muddati. Agar sizning pensiya kartangizning amal qilish muddati yaqinlashib qolgan bo'lsa yoki allaqachon tugagan bo'lsa, avvalo uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Keyin esa ma'lumotlarni tasdiqlash jarayonini amalga oshirasiz. Faol foydalanish degan tushunchaning aniq ta'rifi ham ba'zi noaniqliklarni keltirib chiqaradi. Bu bir oyda bitta operatsiya qilishmi yoki chorakda bir marta? Aniq qoida belgilanmagan bo'lsa ham, xotirjam bo'lish uchun oyiga kamida bir marta kartadan kichikroq xarid qilish yoki oz miqdorda naqd pul yechib olish tavsiya etiladi. Pensiya to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishi va bekor qilinishi o'rtasida katta farq borligini ham tushunish muhim. To'xtatilgan pensiya barcha shartlar bajarilgandan so'ng qayta tiklanadi va o'tkazilmagan summalarni olish mumkin bo'ladi. Bekor qilinish esa yanada jiddiyroq oqibatlarga olib keladi. Shuningdek, bank hisob raqamingizga bog'langan faol telefon raqamiga ega bo'lish juda muhimdir. Chunki banklar muhim xabarnomalarni aynan shu raqamga yuborishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni amalga oshirish zarur? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Birinchi qadam. Pensiya kartangizning faolligini tekshiring. Agar siz uni muntazam ravishda ishlatmasangiz, darhol kichikroq bir xarid qiling yoki bankomatdan oz miqdorda naqd pul yechib oling. Bu sizning kartangizni faol holatga keltiradi. Masalan, do'kondan bir dona non yoki bir shisha suv sotib oling. Ikkinchi qadam. Bankka shaxsan boring. Pensiya kartangizni bergan bank filialiga shaxsan tashrif buyuring. Hech qanday xabarnomani kutib o'tirmang. O'zingiz borib, vaziyatni aniqlashtirganingiz ma'qul. Uchinchi qadam. Kerakli hujjatlarni o'zingiz bilan oling. Bankka borganingizda albatta pasportingizni yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatni va pensiya guvohnomangizni o'zingiz bilan oling. Bu hujjatlar sizning shaxsingizni tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash uchun zarur bo'ladi. To'rtinchi qadam. Ma'lumotlaringizni yangilang. Bank xodimiga shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, yangilashni yoki tasdiqlashni so'rang. Pensiya kartalari uchun faollik talabi haqida ham so'rab, aniq ma'lumot oling. Beshinchi qadam. Kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Agar kartangizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki yaqinlashib qolgan bo'lsa, darhol yangi karta olish uchun ariza bering. Yangi karta olgandan so'ng ham uning faolligini ta'minlashni unutmang. 6-qadam. Agar siz jismonan bankka bora olmasangiz, agar siz karavotga mixlanib qolgan bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa yoki boshqa jiddiy sabablar tufayli bankka shaxsan tashrif buyura olmasangiz, bankning ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Vaziyatingizni tushuntiring va bank xodimining uyga tashrif buyurishi yoki ishonch qog'ozi asosida vakil orqali ma'lumotlarni yangilash tartibi haqida ma'lumot oling. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytib o'tganimizdek,
Hech qachon telefon orqali yoki shubhali SMS xabarlar orqali pensiya kartangizning maxfiy ma'lumotlarini, PIN kod, CVV, to'liq raqam hech kimga aytmang. Banklar hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali vaziyatlarda darhol bankning rasmiy ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bu yangi tartib sizning pensiya to'lovlaringizni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa-da, u sizdan faollik va e'tibor talab qiladi. Vaziyatni e'tiborsiz qoldirmang. Bugunoq yuqorida aytilgan amaliy qadamlarni amalga oshirishni boshlang. Bir necha oddiy harakat orqali siz o'zingizni keraksiz muammolardan himoya qilasiz va pensiya to'lovlaringizning uzluksizligini ta'minlaysiz. Siz bu borada qanday tajribalarga egasiz? Sizga bu yangilik haqida oldinroq ma'lumot yetib kelganmidi? O'z fikrlaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha